Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hazır sözeyli olamiz. Miras tuzilmasining islom dinida qanday tadrijiy holatda o'zgarganligi. Kafir millatga qaraydigan bo'lsak, ular bir kishi vafot etib ketsa, umidning barliq mol mulkini ba'zanlar bahmikulik holatda bir ishqa yoki bir hayvonotga o'zining qilib qo'ygan ishtiga milyonlagan dollar pullarni shunga miras qoldiradi. Bolalarga hech nima bermaydi masalan. Shunday ahvol bor. Alloh taolaning bizni islom diniga hidoyat qilganligiga minglarcha shukrlar bo'lsin. Uningdan boshqa yana qadimdimi burungi millatlar, mali sharq bo'lsin yoki rumliklar bo'lsin, bularmi o'zi xohlagancha yani hozirgi islom shariatidagi miras tuzilmasiga qat'iy o'xshamaydigan holatda miras ayirdi. Miras bo'lib beradi. Yoki ba'zilarniki bir odam butun mol mulkni u egallab oladi degandek. Ya'ni og'ir darajada zulmlar bo'ldi. Ammo Alloh taolo o'zi Qur'on Karimda mirosni ayirib berganligidan bunda hech qanday zulm yo'q. Buni yani oldimizda tafsiliy tushuntiramiz. Endi islom dinida miras qanday tadrijiy holatda oxirgi oldi kelgan deganda bu tuzilma bir qancha bosqichni besib o'tgan. Arablar, jahiliyatdagi arablar shu qizlarga, ayollarga, kichik bolalarga miras bermaydi. Chunki bular jangga qatnashamasa, ya bizni qo'g'diyamasa, bular miras bermaydi. Payg'ambar alayhisolamning zamonasida ansarlardan Kajja ismli bir ayolning yo'ldoshi shehid bo'lib ketdi, vafot bo'lib ketdi. Bu ayolning qizi botdi va yo'ldoshniki qarindoshi o'g'il bir tuqqani botdi, ya'ni balasining tog'isi botdi. Bu yo'ldoshining barliq mol mulkini shu balasining tog'isi, ya'ni yo'ldoshining qarindoshi erkatgan. Shuning bilan bu ayol Payg'ambar alayhisolamning qishiga deb borgan. Manga, ya'ni ayol bo'lgan manga va qizimga hech qanday mol mulk bermasdan qarindosh akatdi degan chog'da Alloh subhanahu va taolo "Lir-rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun va lin-nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa" degan oyatni nozil qildi. Ondan keyin Sura Nisoning 12-oyatini, 13-oyatlarini, 11-12 oyatlarini nozil qildi. Ya'ni bu oyatning ma'nosi ata-onalar qoldirib ketgan shu miras, mol mulk va yaqin tuqqanlar qoldirib ketgan mol mulk erlar shuni o'zining nasibasini oladi, balki nasibasini oladi, ayollarmi oladi, oz bo'lsin, ko'p bo'lsin dedi. Ularningki qizlarga bermaydigan, kichik bolalarga bermaydigan shu odatini rad qildi. Undan keyin arablarning jahiliyatida miras ishlarida yana bunday bir ahvol bo'ldi. Bola beqib oladi ular. Bola beqib olib, u bolasini o'ziniki ismini qo'shib turib, familiyasini qo'shib turib, falonining bolasi faloni deb ataydi. Ya'ni o'z dadasi emas, balki beqib olgan dadasining ismini ataydi va o'zaro miras elishadi. Shundan keyin bu beqib olish tuzumida beqib olgan chog'da cho'qim o'z dadasining ismini qo'llanish, beqib olgan kishining ismini qo'llanmaslikdan iborat shu hüküm chiqarildi. Mesela Peygamber Aleyhisselam Zeyd radhiyallohu anhu deb qo'ygan, Zeyd ibn Muhammad deb atalgan. Keyin shu ud'uhum li abaihim wa aqsatu indalloh, ularni o'zining dadillarining bilan chaqiringlar degan oyat nozil bo'lganki, bu amaldan qoldi. Bularni shundoq miras oladi. Bundan keyin arablar yana o'zaro muvalat shakllarida miras oladi. Ya'ni ikki kishi o'zaro kelishim tuzib, har qanday qiyinchilik bo'lsa ko'tarilgan, navoda birisi o'lib ketsa, uni miras oladigan yoki bir diyat to'laydigan bo'lib qolsa, qarshi taraf to'laydigan, jang degandek bir ishlar bo'lib qolsa, uni birga turadigan degandek shunday shaklda miras oladi. Keyin shu miras oyatlar nozil bo'lgandan keyin bu amalda qolgan. Undan keyin yani qaysi oyat bilan degan chog'da
ve ulul erhami ba'duhum evla bi ba'din fi kitabillah. Allah Taala'nın kitabida yaqin urug' tuqqanlar bir-biridan miras elish eng loyiqdir degan mushiyat orqali amaldan qoldi. Ularning ham shu muvolat shakl orqali miras olganligi buni Qur'on Karim itiraf qilgan. Vallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Sizlar shu ahdi tuzishgan kishilarga ularning nisbasini beringlar. Keyin shu miras oyati va ulul arham ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah mushiyat orqali amaldan qolgan. Onun başqa yana musulmonlar dastlab hijrat qilgan vaqtida Payg'ambar alayhisalom bir ansoriy bilan bir muhojirning o'rtasida qarindosh qilib qo'ygan. Ular o'zaro bir-biridan miras oladi. Ular kelsa miras oladi. Buningki dalili innallazina amanu va hajaru va jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. Yani şu hicret kılgan, iman etken, hicret kılgan ve malları bilen canlardan Allah yolu cihat kılgan kişiler ve onlara yardım bergen, öyle bergen kişiler bir-biri bilen dosttur, bir-biri igidir. Ama iman etken bolsun mu hicret kılmagan kişiler onlara hiç qanday igidaçılık yok. Hatta ta ki ular hicret kılca deydi. Yani mesela bir kişinin ki Mekke'de ruh tuqqanlar kaldı. Onun Ensar qarindişi var. Şunda o kişiler gitti. Onun Ensar qarindişi qarindosh bo'lgan. Ensar qarindişi onun miras ololmaydi ve Mekke'de qolgan ruh tuqqanlari hijrat qilmaganligi uchun miras ololmaydi. Lekin keyin Alloh taolaning ve ulul erhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah minal mu'minin vel muhacirin degan mushiyat orqali amaldan qoldirildi. Yani hijrat qilgan bo'lsin yoki qilmagan bo'lsin urug' tuqqanlar, yaqin urug' tuqqanlar bir-biridan miras oladi. Qarindoshlik munosabati bilan hijrat qilganlik sababi bilan qarindosh bo'lgan sababidan miras oladigan o'zaro miras olishadigan bu tuzum amaldan qolgan. Ondan boshqa yana arablar birisi o'lib ketgan bo'lsa yoki o'lib ketish oldida o'zining yaqin urug' tuqqanlariga xohlagancha vasiyat qoldiradi. Masalan, paloniga 5'ten 1 yoki 3'ten 1 yoki 2'den 1 degandek. Xohlagancha miras taqsim qilib berdi, xohlagancha vasiyat qoldirdi. Keyin shu miras oyatlari nazil bo'lgandan keyin bu amaldan qoldi. Ya'ni ashabul furud ular o'zining nisbasini oldi, asabalar o'zining nisbasini oldi, zavil arham ular o'zining nisbasini oldi. Va vasiyatmi shar'iy vasiyat va vojib bo'lgan vasiyat bor. Buni o'z vaqtida tunishtiramiz, vaqti kelganda. Lekin shar'iy vasiyatda mirasxo'rninki mol-mulki agar masalan miras meyitni dafn qiladigan chiqimlarni, uningki qarzlarni qaytarib qilib bo'lgandan keyin undan vasiyatni o'rnaymiz, uningga miras taqsim qilamiz. Shu vasiyatda ish qolgan mol-mulkniki 3'ten 1'dan ko'p bo'lib ketsa bo'lmaydi degandek. Lekin yana birisi bir nuqta Alloh taolo shu Qur'on Karimda masalan miras taqsim qilgan vaqtida yiroq urug' tuqqanlardan va yoki miskinlar, richalar, g'ayri kishilar, yetimlar o'sha miras taqsim qilayotgan yerga kelgan bo'lsa, garchi ularga shar'iy taqsimot bo'yicha taqsim qilinmaydigan bo'lsin, miras taqsim qilinmaydigan bo'lsin, lekin Alloh taolo ularning ko'nglini ko'tarish, ko'ngil tasalli berish uchun ularga şu maldan, meyitning maldan bir az ma'ruf holatda berishni buyurgan. Agar bo'lmay qolib qolsa, ular chiroyli so'z qilishni buyurgan. Ya'ni va iza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shu miras taqsimotiga yaqin urug' tuqqanlar, yetimlar, miskinlar kelsa, ularga shu maldan beringlar, ularga chiroyli so'z qilinglar degan. Yani bir az berish kerak ularningki ko'nglini ko'tarish uchun. Agar bag'dak bir narsa bo'lsa.